qo'rquv holatidan, vahima, xavotir holatidan qanday qilib bir onda chiqish mumkin? Siz nimadan qo'rqayotgan bo'lsangiz, uni butunlay hozir amalga oshishiga, hozir bo'lib o'tishiga butunlay ruxsat berishingiz, bu bilan rozi bo'lishingiz, buni qabul qilishingiz. Va mana shu ssenariyni, shu holatni sizni qo'rqitayotgan, uni yaxshilab his qilib olish, yaxshilab kuzatib olish, tasavvur qilib olish, uni oxirigacha yashab o'tish, xuddiki hozir bo'layotgandek. Va undan keyin bu ssenariyni yashab o'tganingizdan keyin sizga nima bo'ladi? Siz qaysi holatga tushasiz? Ya'ni nima uchun bu ssenariyni siz tortib olmoqchisiz? Aslida qo'rquv, bizni har bir qo'rquvimiz bu bizni eng qattiq xohlagan, bizni o'stiradigan, bizga juda ham katta manfaati bo'lgan ssenariylar, bizni xohishlarimiz. To'g'ri, siz aytishingiz mumkin, man ahmoqmanmi, qanday qilib bu ssenariyni man xohlayman. Lekin rostdan ham agarda bu ssenariy bo'lsa, his qilib ko'ring, siz kuzatib ko'ring, o'sha siz qo'rqayotgan vaziyat amalga oshganda sizda qandaydir o'zgarish bo'ladi, qandaydir o'sish bo'ladi. Va buni biz ssenariysiz bajarishimiz mumkin. Qanday qilib? U ssenariyni olib tashlab, ya'ni siz manfaat taraflama, sizni ya'ni yakuniy xohishingiz taraflama harakatlanishingiz kerak. Misol uchun, menga bir mijozimiz yozgandilar. Men o'g'limni, ya'ni farzandimni o'limidan juda ham qattiq qo'rqaman. Meni ya'ni nazarimda bu hozir bo'ladigandek, ya'ni istagan bir onda bo'lib qolishi mumkindek. Va aslida ona o'zi xohlamagan holatda, anglamagan holatda ong ostida buni xohlayotgan bo'ladi. Juda ham qattiq. Nega? Chunki faqatgina farzandini o'limi uni rivojlantira oladi. Ya'ni uni harakatlantira oladi. Demak, unga shu darajada, shu miqdorda og'riq kutishi kerakdir, balkim u farzandini, misol uchun bizni matritsamizda shunaqa narsa bor-ku, siz juda ham qiynalib yashayotgan bo'lsangiz yoki og'ir narsadan o'tgan bo'lsangiz, hamma buni ko'rgan bo'lsa, jertva holatida bo'lsangiz, jertva pozitsiyasida bo'lsangiz, oldinga ketish, gapira olish, hammaga ichingizdagi alamingizni to'ka olish sizga oson bo'ladi. Yoki sizga hamma yordam berishni boshlaydi undan keyin. Ya'ni siz hech narsa qilishingiz kerak emas bo'ladi. Ya'ni o'sishingiz kerak emas bo'ladi. Ya'ni bu narsalarni his qilib ko'rishingiz kerak albatta. Ya'ni nima uchun, nima olgingiz kelyapti? Bu qo'rquv orqali siz nima olgingiz kelyapti? Bu ssenariy orqali.